Aziz mashinasi nomerini boshqa mashinaga taqib, o'rtog'im urvordi. Voy, tavba qildim. Sen men deb o'ylading-da? Droningda qaysi bet bilan men uyimga kelding? Aziz aka, sinizchi, birovni erini olgani kamde. Kamiga menga tuhmatam qilyapti. Bu darajada pastlikka boradi deb o'ylamagandim. Sinisi gapirsam tushunadi deb o'ylagandim. Vaziyat sinizga o'zingiz yaxshilab tushuntirib qo'yarsiz, bir-birimizni tushuna olmaymiz biz. To'xta, vaziyatni men tushuntiraman senga. Endi bu bolani qamoqda tug'asan. Dugonamni har bitta ko'z yoshi uchun javob berasan. Bo'pti? Qo'lingizdan kelganini qiling. Tomosha qilamiz. Menga qara. Kimga erga tegmoqchisan? Aka, endi o'sha bolaga tegaman. Ketidan shuncha mashmashala, qornida bolasi bor ekan. Rayhonam keluvdi-yu qatman deb. Hali ham tug'yapti. Men u Azizga ishonaman. Tanishganingga 10 kun bo'lmasdan ishonasanmi? Bitta Aziz yonimda turibdi. Azizlar yomon bo'lmaydi.